Judayam boshim yomon og'riyapti. Kecha ko'p ish qilib yuboribman fermamdan. Kecha pechimga ham o'zgarib qoldi. Fermamdagi suvni ham yomon qo'lga ketdi. Obunachilarim bilan ham salomlashib olay. Hammaga salom. Yana sizlar bilan Mesrojon. Nimaga bunchalik ovozim ko'rayotgan bo'lsangiz, kechasi bilan fermachilik ishlarini qildim. Judayam charchadim. Uyimni ham remont qilmoqchi edim, uxlab qolibman. Mayli, fermam yana biroz sog'lashim kerak. Chulashlar qolib ketgan edi. O'shqani mana qol bo'ldi. Qoch yetil, ket. Pardon, yana uyimdan nimadirlar qilib chiqaribdilar. Ketman ishlar qilib. Mana o'smagan, mana ularni ustidan olish kerak hali. Yana bo'ldi. Erta qilaman, yana ish qilib qolib ketaman. Nimani o'g'irlab ketdi. Mana nima bo'ladi? Mana shu yo'lni tiqiltiryapti-da odamni. Olib yotog'imni ham boshqa yo'q olaman. Shunaqa dunyoda. What the? Yo'llarni bo'lsa juda qanaqadir chuqur narsa. Men unchalik chuqur emas ekanini bilib juda ham qo'rqyapman. Nima qilishni bilmayapman. Nima qilsam ekan? Hozir do'stlar. Chuqurgilam hozir sulib berdi. Mana yerdagi narsalarim ham yo'qolib qoldi. Nimaligini ham bilmayman. Qo'rqyapman do'stlar. Bari ko'rish kerak. Shuning uchun to'g'ri olaman. Kerakli narsalarni qilishni olay. What the heck? Yana sandık. Fakat sandık yana bir şey var. What the? Oh my god. Sıralamayın dostlar. Şu nasıl? Bu sandık gördüler mi? Bunlar. Olsunlar. Moslar. Endi benim boy, man boy. Endi hech qaysi qishloqqa meni kamroq qilsan deb mensiyolmaydi. Demak, men hozir hech qaysi qishloqqa kirmayotgan ekan, yuvashim kerak. Mana do'stlarim, men shunchaki bodomlardan so'rab keldim. Men so'ramayman. Ol. Endi ket. Sen nimaga kelding? Ol, ket. Sen ketding. Ket, what the heck? Shunaqalar hech qaysi kirolmayapti. Lekin mana shu to'sni qo'yib qo'ysam kirolmaydi lekin. Shuncha men pulni nima qilib ishlataman endi? Hemen to'g'rilab qo'yay. Ko'rdinglarmi? Iltimos kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, shunaqa videolarni ko'proq chiqarishimiz kerak. Tezroq obuna bo'lib, pastdagi obuna tugmasini bosib qo'ying. Pasingdagi obuna tugmasini. Videomiz shu yerda tugaydi.